Assalomu alaykum. Savollarga javob. Demak, assalomu alaykum opa, yaxshimisiz? Biz siz oldingizga borganimizga 4 oy bo'ldi. Imkon bo'lib dorilarni ichira olganim yo'q edi. Shunga endi ham ichirsam ta'sir bo'ladimi deb so'rashibdi. Qaranglar. Diagnostikadan keyingi holatiga qarab turib, diagnostikaga o'sha dorilar yozib berganman. Hozir 4 oy ichida tanasida funksionalность o'zgargan. O'shaning uchun u diagnostikadan keyingi yozgan dorilarning effektivnosti yetarli darajada bo'lmasligi mumkin. Ba'zi organlarning funksiyasi 4 oy davomida o'zgargan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun dorilarni ichirmagan holatda iloji bo'lsa повторно diagnostikaga kelib, boshqatdan tushirib diagnostikaga keyin dorilarni ichirsangiz effektivnosti yaxshiroq bo'ladi. Bu sizni bolangiz uchun yaxshiroq effekt beradi. Muammo bo'lmaydi o'shanda.